Morfiyni kitobning bo'sh joylariga yozib oling, men sizga qoidasini aytaman. Ya'ni A qoidada umumiy narsalar haqida aytishda present simple'da ishlatamiz. Yozyapsizmi? Ha. Umumiy narsalar haqida aytishda Umumiy qonuniyatlardan. umumiy qonuniyatlar qilib o'zizga bunday qiynalashtirmang, soddagina qilib umumiy narsalar haqida aytishda ishlatamiz. Baribir hozir qonuniyatlar uni desangiz, uni qayta o'qisangiz ham tushunmaysiz-da. Aha. Umumiy narsalar haqida aytishda present simple ishlatamiz. Keyin esa Ha, doimiy va tushundim. qayta Umumiy sodir haqida bo'lishini ishlatiladi. nima deysiz? Ikkinchisini yozsangiz, doimiy va qayta Yozyapman. sodir bo'lishida ishlatamiz. Bo'lishida yoki bir narsa umumiy haqiqatlar haqida aytilganda. Yoki bir narsa umumiy haqiqatlar haqida aytilganda present simple ishlatiladi. Endi misoliga qaraymiz. The earth goes round the sun, ya'ni e, yer quyosh atrofida aylanadi. Bu haqiqat, to'g'rimi? Bu olimlar tomonidan isbotlangan haqiqat. Yer oldin ham quyosh atrofida aylangan, bizdan keyin ham yer quyosh atrofida aylanadi. Buni chapachasini hech qachon ko'rmaganmiz-ku. Quyosh biron marta bo'lsa ham yer atrofida aylanganini. Agar shunaqa bo'lsa, bu infact bo'ladi, faktsiz bo'lgan bo'ladi. Keyin ikkinchisiga qarasak, nurse look after patients in hospital.